Qani oyimchi, tushing. Bu yerga nega keldik? Tushing, bilib olasiz hozir. Bo'ling tezlashing. Mana hammasi tayyor. Boshladik bo'lmasa. Siz meni kim deb o'ylayapsiz? Meni g'ururim bor, orim bor. G'ururim bor, orim bor. Ularni mashinaga quruq cho'ntagi bilan chiqishdan oldin o'ylash kerak edi. Qani? Ish qilamiz. Bunaqa joyda g'alati emasmi? Nimasi g'alati? Nimasi g'alati? Tabiat, mazza-ku. Hech kim yo'q. Qani? Boshladik. Men umrimda bunaqa ish qilmaganman. Qilmagan bo'lsangiz, oyimcha mana biz bilan qilasiz endi. Shaxsan o'zim bilan qilasiz. Hali ko'p qilamiz bunaqa ishlar birgalikda. Agar kelishib qolsak. Keling, to'xting. Undan ko'ra telefonimni sotib pulini bera qoling. Men endi yuramanmi telefoningizni ko'tarib? Kim oladi deb bozor. Tamom, mana shu ishni qilamiz. Hozir qilamiz. Shuncha yurib bekorga keldikmi? 15-20 kilo dovcha tersak yetadi. Dovcha? Ha, dovcha? Hozir bozorda bilasizmi dovchaning narxi qanchaligini? Hamma homiladorlar xohlaydigan narsa-ku bu. Qani, ketdik. Ha, shuni ertaroq yetmaysizmi? Ana, keling.